Assalomu alaykum, hamkasb ustakalar. Kimgadir yangilik, kimdir bilar buni. Ba'zi bir ustalarimiz bor, shogirdlari bor. Mana maktab boshlanib qoldi. Bir o'zi ish olmaymiz, misol uchun patolog qilmoqchi yoki boshqa bir ishlar. Ularni ham olib boramiz. Hozir biz patolog qilyapmiz. Mana shogirdlar yo'q. Bir o'zim ish qilyapman. Vitsegardon qilyapmiz hozir. O'zimizcha shu bir narsani kashf qildik. Kimdir buni qilar yoki bundan ham oson yo'li bordir. Biz o'zimiz qilganimizni ko'rsatib olmoqchimiz. Mana vitsegardon qadar. Hozir mana xudo xolasa ikkinchisini qatirib qo'ydim. Oddiy shu reyka, ikkita oshim, uchta oshim oshiq. Reyka kerak bo'ladi. Всё. Hozir ko'rasizlar. Qatirib ko'rsataman. Mana qatirib ham oldik. Hozir prosta qatirib qo'ydik, hali bo'lmay qatgani yo'q. Kimga foydali bo'lgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib, like bosib, bundan ham osonroq yo'llari bo'lsa, bizga ham tashlab qo'yinglar. Kimgadir manfaatli bo'lgan bo'lsa, biz juda ham xursandmiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.